Shu gapimni yaxshilab eslab qoling. Yevropaga turizm vizasini olib, aynan o'sha davlatda vizada ko'rsatilgan muddatdan ko'proq vaqt davomida doimiy ravishda yashab qolish va doimiy ravishda ishlash noqonuniy hisoblanadi. Bugungi kunda ayrim agentliklar, ayrim shaxslar turizm vizasini olib, Yevropada u vizaning statusini o'zgartirib, doimiy ravishda yashab qolishingiz yoki ishlashingiz mumkin degan xizmatlarni taklif qilib, insonlarni chaqirtishmoqda. Bu kafolatlanmagan. Chunki sizni statusingiz, ya'ni turizm vizasini statusini o'zgartirish uchun sizga professional yuristlar kerak. Kerakli faktlarni keltirib berib, kerakli asoslarni keltirib bergan holatdagina faqat sizni o'sha turizm vizangiz statusini рабочий vizaga yoki boshqa statuslarga o'zgartirib berishligi mumkin. Lekin bu narsa kafolatlanmaganligini hisobini olib qo'ying. Turizm vizasi bilan borib, uni statusini o'zgartirishga harakat qilib, sarson bo'lib, kimlargadir pul berib, aldanib qolishdan eng yomoni yo'q. Ziyon ko'rsangiz, faqat o'zingiz ziyon ko'rishingiz mumkin.